Xolesterin kamaytiradigan dorilarning nomini statinlar deyishadi. Statinlarning turi juda ko'p. Lovastatin, pravastatin, simvastatin, atarvastatin, rozuvastatin, fluvastatin. Hamma statinlarni ikkiga bo'lish kerak. Ikkiga bo'linadi. Suvda eriydigan, yog'da eriydigan. Yog'da eriydigan statinlarda agar jigarda muammo bo'lsa berish xavfli. Chunki jigarda o'zi yog' bosib turibdi. Ularga suvda eriydigan statinlar bergan ma'qulroq. Agar buyrakida muammo bo'lsa, unda yog'da eriydigan statinlar berish ma'qulroq. Lekin statinlarda o'ziga yarasha ziyon tomoni bor. 80% holatda sahrni diabet kasalligi olib keladi. Mushaklarda distrofiyasiga olib keladi. O'shaning uchun lozim bo'lsagina qonda analizga qarab, haqiqatda ham unda xolesterin oshgan bo'lsa, ichsa maqsadga muvofiq. Lekin standartda yozilgan ekan deb palapartish ichilorsa, ertaga boshqa kasalliklar kelib chiqadi. Sog'ligingizga e'tibor bering. Agar sizda shunaqa muammolar bo'lsa, lichkamga murojaat qilishingiz mumkin.